Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringizga navbatdagi obyektimizni havola etamiz. Ko'rib turganingizdek, bemalol 13 ta 14 tadan sig'adigan, tutuni faqat mo'ridan chiqadigan tandirimiz. Yonma-yon joylashgan 40 litrlik va 20 litrlik qozonimiz. Uning yonida gaz plita uchun joy, rabochiy stol va moykani sig'dirganmiz. O'choqlarimizga keladigan bo'lsak, doimgidek tutun tortishlari o'ta go'zal holatda. Tandirxonamizni tutga to'ldirmaydigan, faqatgina tutuni mo'ridan chiqadigan, uy egasiga manzur keladigan holatda qurib bitkazdik. Tandirimizdan chiqadigan tutunga ham e'tibor berishingizni so'raymiz. O'ta go'zal holatda tortmoqda. O'choq tandirimizni qurilish jarayoniga qiziqqanlar uchun o'sha qurilish jarayonidan qisqagina foto lavhalar bor. Ko'rib bahoyingizni berishingiz mumkin. Va qurib bitkazilgandagi holatni ko'rishingiz mumkin. Mehnatimiz bilan sizni qiziqtira olgan bo'lsak, kanalimiz rivoji uchun like tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bizdan uzoqlashmang. Eng yaxshilari bizning kanalda.